Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2026-yil 14-yanvar Vatan himoyachilar kunida mana xudo xolasa ishlarimiz qizg'in ketmoqda. Bugungi bayram bilan hamma erkaklarni, vatan himoyachilarini tabriklaymiz. Vatanimiz shunday, O'zbekistonimiz shunday, osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch bo'lsin xudo xolasa. Ishlarimizni xudo xolasa chiqaryapmiz. Hozir bu 7,5 mingta, 10 mingtalik mashinaga 7,5 mingta oltiariqqa zakazimiz bor edi. Oxirgi mashina hozir yuklanyapti. Ko'rib turganlaringdek, manzilamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Ranglarni ko'rib turganlaringdek, hozirgi holatda atlasni holatda, razmerlari standart 6-12-25. Narxlariga keladigan bo'lsak 750 so'mdan qo'yganmiz. Zavodda o'zida juma kunlari 740 so'mdan qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab arzon narxlarda yetkazib beramiz. Xudo xolasa 5 mingtalik, 10 mingtalik mashinalarda yo'lga qo'yganmiz. Biz zavod egalaridanmiz. Videolarimizda xato, gaplarimizda xato, kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Biz bloger emasmiz, zavod egalaridanmiz. Ishlarimizni sanoga uqalanib ketmasligiga garantiyalari bor. Sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori, sababi bizda adirlik yo'q. Adirdan emas, asosiysi mana bunda ko'rib turganlaringdek sap-sariq turpoqlardan bo'lyapti. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Yaqindagi holatni so'raganlar uchun yaqindagi holatlari. Xudo xolasa ishlarni ortiqchasi bilan yuklanadi. Sanoqlariga 100% garantiyalari bor.